Her gün akşamı nakşa eytmen Şu kucağımdan eğip gidenmen Her gün akşamı nakşa eytmen Şu kucağımdan eğip gidenmen Dırlı bellini Gözlep mağın məni, avar məni, deyiden mən Bir bəlini, gözlep mağın məni, avar məni, deyiden mən Bugün akşamı ötkendim yine Akşam bilen derize çıkın Hayallerden bu işi geçirler Kayıp gitti bir duvay çıktı Hayallerden bu İşi geçirler Kayıp gitti bir duvay çıktı Vakıray sen her gün yaşından Saran sene yıkılmaydı Vakıray sen her gün yaşından Saran sene yıkılmaydı Ya ki Adem'ge uyku vermeysen Kandak nakşı bu tügümeydi Ya ki Adem'ge uyku vermeysen Kandak nakşı bu balıcan tügümeydi Assalamu alaikum yurttaşlar, qarindoshlar. Bugun biz ikkinchi qatim Ulug' Ipak yo'li deb atalgan G'ul yo'li bilan sayohatga chiqdik. Bizning maqsadimiz shu ota-bobamiz mangan, bizning urpaqlar mangan Ipak yo'lida yana bir qatim mengib tarixiy joylarni sizlar bilan tanishtirmoqchimiz. Bizning birinchi to'xtaydigan yerimiz 52 kilometr shu G'ul yo'lida bizning ataqliq shoir Hizmet aka Abdulin, Mahmud aka Abdurahmonovning yerlangan joyiga kelib to'xtaymiz. Yerdan o'tib ataqliq qahramon buvimiz bor, u bo'lsa G'ani Botur, bu So'z Qozog'iston yesida yerlangan joyiga kelib to'xtaymiz. Yerdan chiqib Lavariyasiga kelamiz. Lavariyasida 19-asrda eng fojialik uyg'urlar bo'lgan Adu pajası bo'lgan Lavarda eng jiq qirilgan 20 mingdak odam o'lgan deb ashak berib, ashada nim bo'lgan, ishki ushunda bo'lgan shularning tarixini aytib beramiz. Undan keyin bu yo'lda eng yaxshi bir yezi bor, chiroyli Baysiytez to'xtaymiz. Baysiytezda bizning ataqliq buvimiz shoir Seyit Mehmet Qashi ashad yerlangan. Yerda bizni ataqliq shoir o'sha bizniki hozirgi shoir Jamshid Ro'zaxon kutib oldi. Seyit Mehmet Qashiniki tarixini sizlarga aytib berdi. Ashada shu vaqt bo'lib qoldi, o'sha tomoq yeb, biroz kichkin dam olib, askin Uyg'ur rayon qarab yo'l chiqamiz. Uyg'ur rayonidagi markaziy Cho'njida yaqinda Ilya Baxtiyor Maqag'ali Maqatayevga haykallar ichildi. Asha kelib to'xtab yerda Muhiddin Jankuyer vatanparvar
ağinimiz var, şu kütüp aldı bizni yedi. Yedin konuşkanlıkken azken benim çok aksudi qarapmağımız. Yedi bizdeki kahraman buğumuz Lütful Mütalip, şunudaki Tohniyaz Batur, azken onu Dutuş'unu öldürgen Mahmud Hocamyarov eşeri tuğan, şunun semiyası eşeri türülgen. Yedin ikinci çoğun kırgın buğaya çoğun şeysi eşek ikrimiz. Yedi bizni yezi hakim kütüp aldı. Onu keyin bizning ataqlıq yana bir shoirimiz var, Asıl Abdurahimov. Şu inimiz kütüp aldı, şu hemmisini tonuşturup, hemmisini yetip, yerden çıkıp avatqa barımız, avatda Hizm İskenderovning muzeyiga berip, muzeyden çöp iştötlerde arşan qarap bağımız. Akiyan degen arşanға söylüşüp koyduk. Qonalg'a aşağı toxtaymiz, aşağı sizlarni kechki tamoq, qiyalik tamoq, tushlik tamoqda 3 vaqtli tamoqni aşağı yeysizlar. Yedi, saat 9'larda Xudayım borsa, ataqlıq bizning nazg'u münkürga qarab mağımız. Yerden qaytib kelib, tushlik tamoqni ichib, yana biroz dam elib, cho'milib degandek saat 4-5larda almoda qarab mağımız. Yana bir yetib ketgan narsa, bugun kechqurun Arşanda diskoteka, saz naqmlar bilan sizlarni kutib oldigan bo'ldi. Yaxshi berib, yaxshi dam elib, yaxshi o'sha tasirot qoldirgudek nimalarni kutgan bo'lar edim. O'sha bag'andigan hammasini ko'rib, yetib, balalaringlarga, nevralaringlarga, başaq biz birdim avloddan avlodga başaq yetishimiz kerak. Başaq otalarimiz bo'lgan, başaq onalarimiz bo'lgan deb. Shuning uchun biz buni uyushtiryapmiz. Uçup yandan neysezmedim. Bu hayat aldanmışken uçup yandan neysezmedim. Bu yolda birinci to'xtagan yerimiz 52 kilometr. Ataqlıq bizning akıllarımız yatıdı mana Hizmet aka Abdulin. Bu Hizmet aka Abdulin 43-yili so'qishga berib, so'qishda Mongoliyaga so'qish qatnashgan, ikki qatim ordenlanagan, yazgıçılar istifakın baş koğan, Hizmet aka Abdulin Oktabrda 100 yaş kirgin vatıdı. Şununla şehirlik medeniyet merkezi, Respublika medeniyet merkezleri yazgıçılar istifak sayılıklar vatıdı. Yeni de Mahmud aka Abdurahmanov. Mahmud aka Abdurahmanov, Hizmet aka Abdulin bayanda yesiniken 1 kilometrede bayanday. Onu konu toprak veşi. Mahmud aka Abdurahmanov to'g'riliq men ko'p so'zlayman, sebebi men yaxshi bilma. O'z vaqtida Mahmud aka Abdurahmanov, Çilmak akam Zeynal, Bekrim akam, Vladimirovlar meşrep kurup 11 adam meşrep oynagan. Ömrünün ahırıca bizning meşrepte muşu akımız bo'lgan. Yo'ldan muşu yaqdan buyoqqa o'tgan chaqda har qachon to'xtab Hizmet akamning qishiq berib, Qur'on o'qaylik deb kelib, meşrep Qur'on o'qib, Hizmet akam to'g'riliq yaxshi so'zlab o'tgan. Sababi Mahmud akam Hizmet akamning shogirdi bo'lgan. Mahmud akam 150 dan o'shiq naqshlarning avtori. Bizlar bizlar Turnula, Uyg'urum, Seğindingmi degan naqshlar hozir o'zi bizning Uyg'ur xalqining xalq naqshlari bo'lib ketdi. Akam Abdurahmanov o'zi Abuda Uyg'ur adeliyanisida dekan bo'lib 20 yildan o'shiq dekan bo'lib ishladi. Shu vaqtida mushu Uyg'ur adeliyanisida biz o'qigan zamonlar. Bizning dekanimiz, bizning muallimimiz mush kungacha mana biz faxrlanamiz. Nim degan mushu ulug' odamlar bizga saboq bergan. Yeşil bostan benim, kazan bolgan neysezmedim. Nakşi sazsız meşrepsiz o yürmeydi. Sen gülmesen o eğilip külmeydi. Nakşi sazsız meşrepsiz o yürmeydi. Sen gülmesen eğilip külmeydi. Sen ne gilsen olsun neydi sen için. Sensiz anger o ölüydü sen için. Uygur degen yaxşılıkka yaralgan. Bilim ilmi cahanını taralgan. Uygur degen yaxşılıkka yaralgan.
Hürmetlik yurttaşlar, biz hazır mana G'eni Batur buğumuzning haykalinin aldida turibmiz. G'eni Batur Sharqiy Turkistonni ozod qilishga qancha kuch chiqargan. Keyin mana masha kelib, mashada mana qaytish bo'lgan. Shu G'eni Batur to'g'riliq Eldan Maratov 8-sinf 153-maktabning o'quvchisi. Kichkina bo'lsa shu to'g'riliq ma'lumot berdi. G'eni Muhammad Batur o Uyg'ur xalqining qahramoni. O G'ulja nahiyasida Turduyuz degan viloyatida 1901-yili Qambag'al Dehqon oilasida dunyoga kelgan. O kichigini tatib kuchlik va botur bo'lgan edi. O 16 yoshida bir e'tibor odam bilan baslashdi. Agar men ov yegi deb 150 metr yerdagi jirohatni ko'rsatib, men otni qo'lim bilan ko'tarib, aşağıya apasam o vaqt etingni bersa deb ular baslashdi. Keyin o etini ko'tarib, shu 150 metr yegi apirib, qaytadan o otni akib oldim. Keyin G'ulja, Urumchi va boshqa shaharlarda komendantlarga qarshi qo'zg'algan so'qishlarda G'eni Batur o'zining xalqini qo'g'dash uchun tog'larda partizan otryadini qurib, shu komendantlarga va ularning qo'rg'oniga qarshi chiqdi. G'eni Batur yana o'zining xalqiga ko'p yordam qilgan, cho'ng ulushni qo'shgan. Ko'pincha shoirlar va yozuvchilar uning to'g'riliq she'rlarni, matnlarni va boshqa asarlarni yozib aytgan. Ko'rganlarmi mana o'z ona tilida o'qiganlar G'eni Baturning kim ekanligini, Litpol Mutalibning kim ekanligini biladi. Bolam hammasini aytib ketdi, men kichkin bo'lsam qo'shib qo'yay. G'eni Batur burun G'eni o'g'ri degan namagan edi. G'eni o'g'ri bo'lganda baylarnikini o'g'irlab, shularni apirib kambag'allar taqatgan. Keyin bu biz 44-yili bizniki Sharqiy Turkistonda revolyutsiya boshlangan chaqda bu shu revolyutsiyaga kirib G'eni Batur, Osman Batur qozoqlardan chiqqan yana bir Tungan Baturlar kelib mana shu vatanni ozod qilishga ko'p kuch chiqargan edi. Tashkent kelib o'rinlashdi. Tashkent kelib o'rinlashib, Tashkentlar bo'lmaydi ekan, men yutumga ketay deb masha keldi. Kelganda Qo'noyev o'zi kutib olib, o'zining kabinaga o'tirib, so'rasang nima kerak? Men ham nimani qilib uy beray. Bu gortaniz yo'qman uy kerak emas. Yutumga menga uy sepa deganda Qo'noyev masha uy sepagan. 81-o'lgandan keyin meni shu do'ngi yarlanglar deb o'zi nim qilgan. Shuning uchun mana jut kelib mana masha yarlab, hozir o'zimizningki vataniga qarab turib, men vatanim qarab turay. Shuni purug'ini men purab turay deb mana masha yarlangan. Biz hozir Lavar yezisida atu yili 18-yili Qur'on bo'lgan ota bolarimizning haykalini oldida turibmiz. 1918-yili 28-fevralda Verniy Almutida Sovet hukumati qurildi. Almutidan sirtiga budjetga chiqamaydi. Ular endi kuchsiz, soldatlar oz. Şu en ahir kısmısı şu bizim Moğolistan'dan to'xtab bu yoqda Dutovning odamlari ko'pisi shu bo'lgan. Shuningdek bu Qozog'uruslar ma'lumotlik berib, qizil askarlar keldi. Hozir ayollarni, balalarni hammalarni bir yotqizdi, cho'chqa go'gizdi, unda qildi, bunda qildi. Devaganiki nim qilish kerak ekan, bular Sovet hukumatiga qarshi chiqish kerak deb agitasiya mangdi. Birinchi agitasiya ebemasa o'tib ketdi, men Yengishdan boshlaydi. Yengisha bo'lib, bu talg'ir bo'lib, isek bo'lib Tashkent sazlar bo'lib 500dak adam Uyg'urlar Sovet hukumatiga qarshi chiqdi. Bari yo'q ish piltimiltiq, uning boshqa miltiqi yo'q. Palta, o'g'aq, ketman, ashta qilib bular shu martning 5-ida Almuti qarab mangdi. Mo'g'olistanida do'ngba, do'nglar ustida ashal kutib pulemyot bilan qirdi bular. Qirgandan keyin bular qochdi, qaytib kelib yanini qildi, ashta qilib qarachi bir 500 odamni, o'ning 300-400 odamni o'ldirib Şunun keyin Bayadagi Sovet hukumati Tashkent qarab, Tashkent vaqtida Sredozas voyini okrug aşağı qarab yazdı. Bunu Gorniy Verniyda Uyg'ur degan millat Sovet hukumatiga qarshi ko'tarish qildi dedi. Tashkentliklar Lenin dokladi qildi. Mashta Uyg'ur degan millat qarshi bo'lib turadi. Unda bo'lsa otryad qurilsin degan. Shundan keyin Tashkentda Karatilni otryad qurildi. Almuti kelib, Almutidan bilib, Yengsha kelib bular agitatsiyalar nim qilib mana biz Sovet hukumati qurildi. Biz andaq nim qilmas, gullaytimiz, biz aslan gullaytimiz, yig'in bo'ldi. Malni sirtga chiqinglar deb chaqirib chiqirdi. Oddiy xalq o'zinglar bilsanglar, mehmondo'st xalq mallarni so'yib, "Voy, bizim mashta qutuldirgan kapti" deydi.
деп отағызып, яйдығын еп, ішідігін ішеп, маяқты алдын бір азы гәп болды деген ақысын кеп пулеметлен қырды бұлан. Çoxda bir töyüz əliqə deməz, Yeniçərdən başladı. Yeniçərdən keyin Təşkent salsı geldi, o aşağı əmli kelib, en cik boğam lavardı bulup. Kartoruktan başlap, koram, mayaq çeləklərdən bulup, məşədə bir moç məlumatla qaran. 3000 töyüz ədəm məşər əxəqlərini atqan. Əgər əşo 3000 töyüz atmıqan bolsa, qançılıq ədəm köpəyəgən bunlar idi. Məyədə bir dərya var, lavarın dəryasıdır. Əşo dərya bir sotka qıp-qızıq qan boğub aqqan ken. Həmisi bulup, Almut'tan başlap, Gacatqıça 38 bin adam atqan qaranlar. Yığıp yürügen dünyasını toyga dep Tökü öter mihman geldi öyge dep Desem eğer düşenmezdim bu konuda Bilip Uygur degen moşunda Yığıp yürügen dünyasını toyga dep Tökü öter Uluk adamlarının biri bizim klasik şairimiz Seyit Muhammed Qashi. Esi bu kişi İle Vadisi'de aşağıda tuğulgan. Bu kişinin hakkında malumatlar nahit az. Fakat onun şarkı şirketinde belki kaygı, hasretler bayan edilen bir payımsı arkalık o adamın özünün hayatı, tercüme hali, icadı doğruluk tasavvur kıp alımlarımız yazgan. Şarkı şirketinde degan payımsı 1882 yılı yazılgan ki. Şeyde şu şair yazgan. Ben 60 yaştan aşka vaktimde madem şu eserden yazıp bitedim degan gepi qaraganda o şairin 1820 yılı aşağıda Qash mahallesinde tuğulganlığı eniqlandı. Seyit Muhammed Qashi 1881 yılı köçüp çıkıp mana men yazıp turdu. Yurt bolurumuz dep barırımız körmegen yerler çelik dep meşakkip toplanan ki şu başyetisi. Şair Meşede 1905 yılı öldü degen bu adam kichkine qo'lda bor adam bo'lgan endi tugma tutgan shu vaqtlarda o'z davrida boy bo'lganda endi angashga naga borsa desa shu untatqili kelganda voy Bayshekka bormiz degan gapni qilar ekanda shundan bu Bayshek bo'lib atalg'i degan ko'z qarash bor. 10 dekabr 94 yılı Bayşet yesida şair hürmetiga haykal qo'yildi. Yurt bolurimiz deb bararimiz ko'rmagan yerda kelak. Bugun kelib tursam ata qishingga oldingmi deb jurma endi esingga. Seni tapdim yolg'iz emas endi men umid atgan shogirdlaring ko'p bo'lar. Kim biladi? Balkim biri mendiman. Hazır mana çoğunca Yesik'e oturdunuz, o boşuma bizim Uygur rayonundaki merkezi. Bir yerde yakında bizge uluk boğan Kazak Uygur dostluğu da Mukkakalı Makatay falan ile Bektiyan'ın heykelini mana meşak ornattı. Bu kişi öz vaxtida yakın ağını boğan iken bizni kütüp algan mana bizdeki Muhyiddin Jalalov degen ağınımız, Atoş degen inimiz. Muhyiddin öz vaxtida bizim Uygur rayonundaki Aksu'da Lütful Mütalip'in heykelini koygan akanlar muşu buldu. Şairlarını hürmetlangla, siylangla. Yaxşılıkla şairladın taralgan. Şairlarını ayak astı kılmangla. Şairlamı ademledin yaralgan. Ana bugün bizning söz kıldığan en biz üçün uluk şairla poeziya paygambiri boğan. Poeziya gülzari, poeziyanın bağvını boğan bizning şairlarımız Mukkakalı Makatay hem İlya Bəxtiyar. İlya Bəxtiyar 1932 yılı 18 Mart'ta Çoğ Açınokka yezisida tug'ilgan. Tili o'tkir, so'zga chevar bali bo'lgan. 4 qurliq she'rlarni kichik vaqtlarda chiqaradigan. Ma'rifatchilar oilasida tarbiyalandi. Yerda tili rivojlanib alpamiz jurlarini. Anasi Rayuxan ana ko'p qiyinchiliklarni tatgan ana.
уруш жылдары endi keyingi inlerini beqish uchun Ilya Baxtiyama shu kolxoz ishlariga anisi bilan birga aralashib ketdi. Qiyinchiliklarni ko'p ko'rgan. Ana shu vaqtlarda anisiga qarab, anisi to'g'riliq, nonni qanday yoqidi, qanday etiz irq ishlarini ishlagan. Mana shuningga yig'ishlab she'rlarni yetishga boshlaydi. Endi Ilya Baxtiyaning ijodiyatiga to'xtalgan bo'lsak, ko'pisi anijut to'g'riliq, balalik chaq to'g'riliq, o'zininki do'stlik to'g'riliq she'rlarni nurg'un yozgan. Birinchi to'plami 1956 yili balalarga beg'ishlanib, balalarga sovg'a degan to'plam chiqdi. 1973 yili shoirni Moskva shahriga oliy o'qish o'rniga bilimini rivojlantirishga avatga vaqtda Muqagali Maqatayev bilan shu yerda tanishib qoldik. Yaqindan tanishayotganda bularning do'stligi ashadan boshlandi. Bizning mushu nahiyada ikki shoirga beg'ishlab, mana mushu yodikorlik o'rnatildi. Ilya Baxtiya bilan Muqagali Maqatayevga. She'rim bilan tanilgan shoirman. Mening she'rim, mening yuragim, uni men keng qilibmish, keng yosh avlodga taqdim qilaman deb o'z so'zida aytib o'tgan. Ana shu haqiqatan hozirgi vaqtda biz Ilya Baxtiyaningki yuragini keng qilib bergan she'rlarni bizning bolalarimiz yodlab kelyotdi. Shundaqla she'r yozib cheklanmay, hajviylar to'xtalgan. Satirlari bor Ilya Baxtiyaning. Burungi mansabxo'rlarni hajviy turda ko'rsatib, obrazlarini yaratib bergan. Az balalarni qiziqib shu she'rlarni yodlab kelyotdi. Hajviy qurlar qarsak, haqiqatan hayotda bo'lgan narsalardan elingan. Bizning maktabimizga 1992 yili nomi berildi. Ilya Baxtiya nomidagi o'rta maktab Uyg'ur maktabi. Shoir o'lsimi, shoirning she'rlari hech qachon o'lmaydi. Avloddan avlodga yodga kelyapti. Rahmat sizga cho'q. Hürmetli mehmanlar, mana bizning bugun Uyg'ur ayındagi eng cho'ng jutlarning biri Cho'ng'aqsu kelib tushdik. Mana bizni Cho'ng'aqsular kutib oldi. Cho'ng'aqsuning hokimi Marat inimiz o'tirdi. Asıl Abdurimov degan shoir. Mushu bizniki Uyg'ur ayındagi o'z avatniki, bizniki Aziya bugun gezniki Uyg'ur ayındagi muxbiri Mahmud Israilov o'z vaqtida mesha 25 o'qigan, hozir mushu qavmdostlikning төрағасы deb mesha ishlayotdi. Ko'p o'qib, yaxshi ovqatlarni qilyotdi. Uzoq yo'llardan kelganlarga biz xush olamiz.
Sizlerning mushu kuygan hasratlarni yana birlariga yetkazdi deb o'ylaymiz. Kichik yoshlarga, cho'ng o'tqanlarga it berishinglarni biz ishonamiz. Ali akimizga cho'ng rahmatimizni bildiramiz. Hammanglarga zo'r tan saqlik, oilaviy baxt, omonchilik tilayman. Rahmat. Lutfullah Mutallib haqiqatan mu Uyg'urlarning ishidan chiqqan progressiv shoirlarimizning biri. Urumchi pedagogik institutida bilim oldi. U yana bitirib jurnalistikada emgak qildi. Ham bir chetdan ijod bilan shug'ullanadi. Ham shundaqla teatrlarga asarlarni yozib, teatrlarda o'zi rollarni o'ynaydi. 44-yili ana tuproqda 3 viloyat qo'zg'oloni boshlandi. G'ulja, Altay, Tarbag'atay deb. 45-yili Aqsu shahrida Lutfullah Mutallib, Bilal Azizi yani bir top vatanparvar yigitlar shu hamnafas bo'lib shu qo'zg'olonga Sharqiy Turkiston ushqunlari degan uyushma qurib, shuning bilan shu gomendanchilarga qarshi ham shundaqla shu vatanning ozodligi uchun kurashishga boshlaydi. Kimdir otliq sotqin apirib shu tashkilotning a'zolarining hammasini tutib berdi. 45-yili 17-sentyabr kuni ularning hammasi qatl qilindi. Lutfullah Mutallib o'zi o'lgan bilan keyindan qoldirgan mirosini hozirlik ko'rdinglar. Qanchalik miros qoldi deydi. Uning asarlari maktablarimizda o'qitilib, hammasi mushu kun saqlanib kelyapti. Qabringga texi gullar qo'yimiz. Asr to'yingni to'yladi Aqsu. Tug'ilgan jutung kindik qon tamgan, yangridi she'r, yangridi naqshang, yaldama bo'p bizlarga qolgan. Jiroq yo'llardan hardim demasdan, keldi qandishing, keldi qerindosh, bosh egib turdi basting oldida. Gul tutib sana minglab qeri yosh. Hurliq kinigan avlodlaringga g'urur berida jutungda haykal, manzilga yetar uzun yo'llarni yo'rtib turar bo'lib o mash'al. Haykilim qara o'randi gulga, xalqing aslida o'g'lonin bugun qabringga lutun gullar qo'yishqa Alloh buyursa yetimiz bir kun. Men Çoğu Aqsu'da kitapxonchi bo'lib ishlayman mashada. Lutfullah Mutallibning mashtaq yuzi izlanib, naq saqlab qo'ydim mana. Buning buyuqiga mashtaqni qo'lganga. Ko'pilgan mundaq arabcha kitoblar yomon urg'unki, u yoqda yozilgan. Ashaqda yozilgan kitoblar chiqdi. O'zimizning yozuvchi Gulnora Ovutova dissertatsiya qilib, o'sha Lutfullah Mutallibning butun so'z o'chasi qilib chiqibdi. Hurmatli yurtdoshlar, jangob bilsa 41-45-yili Ulug' Vatan urushida ko'plagan otalarimiz qochib ketgan. Cho'ng Aqsudima necha yuzlagan odamlar berib, mana o'ng qo'l tarafdagi, so'ng qo'l tarafdagi shu so'qishda vafot bo'lganlarning tizimlari, qaytib kelmaganlarning tizimlari. O so'qishdan keyin masha kelib qaytishganlar. Buni yodikorlik bo'lsa, Afg'on so'qishi, Vengr so'qishi, yana bir so'qishlarda qatnashgan bizniki bolalarga qo'yilgan monument. 16-yili Rossiya bilan nemislar so'qishgan chaqda o'rislar yengilib, butkul haqiqatlarni shu so'qishga nimqan ekan, shu zavod, fabrikalar to'xtab ketib, shaxtlar to'xtab ketgan chaqda mashaqlar kelib, shu bizning qozoq bo'lsin, uyg'ur bo'lsin, tatar bo'lsin, shularni apamoqchi bo'lgan. Shu vaqtda shu bo'lib kelganda 250 spiskini yozgan. O yozgan sap gadaylarning bolalari, baylarning bolalari yo'q. Şu speskini izlep 2 kundan keyin minimizde saqchilar chiqdi, shular ip mangdi degancha To'qniyaz Botir o'zining odamlariga kirib, shu uyini buzib, shu speskilarni elib kuydirib etgan. Ondan keyin ular o speskini o'rniga keltiramadi, biroq To'qniyaz Botirni qishilik odamlar bilan tutib, qayqidab, buni Narınqul taraf ketib berib, To'qniyaz Botir qayq ustida yotir degan naqshlari bor. Botir buvimiz o'sha uyda bo'lgan ekan. To'qniyaz Botir degan o'sha Aqsudan chiqqan bir botir. O'zining xalq uchun jinni bergan botirimizning biri mana To'qniyaz botirimiz mana mush ko'chada tug'ilib o'sgan,
mush ko'chaning eti qoldi mana. Mana mashada endi ba'zi bir ma'lumotlar bo'yicha 500 dek odam shahid bo'lib yotdi. Ular cho'ng boshliqlar kelyotgandek deb qozon esib mushlarda kutgan ularni. Qarapayım xalq yig'ilgandan keyin oxiri o'pchirtida turgan pulemyotlar bilan miltiqlar bilan atgan ularni, chapgan. Jutdan jutqa katta xabar tarilib, kelgidek deb törelerning törisin sodiq xalq qozon elib beg'iga kutgan edi bo'rilarning bo'risin. Oxir yetdi. Chet yeziga atliqlar, ko'zlari qon, qo'llarida qilichi, mala cheti keng maydonga yig'ildi. Jut erlari, oqsoqoli, yigiti, atliqchanlar to'ydirishdi, qo'sig'in maylashgan burutlarini surtishib, qachon boshlar yig'inini bular deb yezi xalqi turishatdi, kutishib, o'zga tilda so'zlashatdi mehmonlar, tushunmatdi yerli xalq tilini. Nereden bilsin ak ko'ngillik dehqonlar seriq chashning qora niyat dilini. Birdan ko'kni qora bulut qopladi, chaqmoq chiqib titridi yer zamin, yomg'ir emas har tarafdan o'q yig'ib begunoning umrin qiydi bu qirg'in. Malicheti shehidkalik sukutda asr o'tdi, tuzlab uning to'pisin, tabiatmi guldastasini tizibdi, loli bilan yepib uning to'pisin. Dutfun bilsizlar. Dutfun Kazaklar bosh qo'ygan 40 ming odam bilan bizning vatan qechib chiqib ketgan. G'uljuga. Ana shu 40 ming odamni boshlab bo'lgan Dutfuni yana o'ltirgan bizning Mahmud G'ojamiyarov degan otimiz. Mahmud G'ojamiyarovning oilasini Dutfning bosh kesalari chiqib shu yoqdan chep etib ketdi degan anglagan-ku. Mana shu ayoli bilan qizi bilan edi. Ishkirda yotdi. Ishkirda. Kepsizlar bizning Avat Jutga Hizm İskender Uyg'ur Sovet adabiyatining asosin salg'uvchilarning biri. O'z vaqtida 28-yili Saguni pütegen 28-yillardan tatib kitoblar chiqishga boshlagan. She'rlarni biz maktabda agar ana tilda bilim olgan bo'lsanglar, maktab darsliklardan o'qidik. Teşvik uchun she'rni biz naqsh etib, tuman bosgan qora tunni deb o esinglarda hammanglarning qoldi agar ana tilda bilim olgan bo'lsanglar. Mana şu şehirlerin avtori mana bu Hizm atımız. Bu büst Hizm atının 100 yıllığa dolga vaqtida qo'yilgan. Şu yılı bunu maktabimizga muzey yasalgan. Hizm İskender bizniki jutumuzning faxri. Onun balıq vaqti mushu yezimizda o'tdi. 1923-yili Toshkentda bilim oldi. U umrining oxirigacha shu ma'rif sohasida ko'p xizmat qildi. O'zining ijodiyatini biz ikki davrga bo'lamiz. 20-30 yillarda she'riyati ham 50-60 yillarda she'riyati deb ikki davrga bo'lamiz. Endi uniki 10 yil davri uning yangi degandek Sibirda qarg'ayliqda o'tgan. She'rlarni eng dastlab kambag'allar ovozi gezitda bezib chiqardi. Shu gezitni bezib chiqargandan keyin uning keyin-keyindan yanqidek nurg'ungan asarlari bezildi. Endi oxirgi she'ri yanqi bilsizlar Nazgum poemasini 1970-yili oxirgi yezib tugatgan yanqi asar bo'lib hisoblanadi. Bu yerda O'g'uy Kommunar Iskandarov va Cho'lpon Iskandarov va inisi Saud Iskandarov. Bu yerda Hizm İskender'in o'zining shaxsiy zotlari va kostyum buyuklari, o'zining tutgan qalami va Hizm İskender kichik vaqtida shaxmat o'ynaganini yaxshi ko'radi.
Bu yerda Hizm Iskandarovning o'zining arabcha yozilgan qo'l yozmalari bor. Bu yoqda Hizm Iskandarovning yozuvchilar bilan tushgan suratlari, Hizm Iskandarov yozuvchilar orasida Ilya Baxtiyor bilan yaqin do'st bo'lgan. Hizm Iskandarov Uyg'ur millati bilan emas, boshqa millatlar bilan zich munosabati bo'lgan, ularga dalil sabit muqobil bo'la oladi. Biz bugün 19 avgustda Nazgul Münkürü'ye kelip turumuz. Bu sözlerini kepti meşedi dep, Ketmen Yezisi'ninki, Aksakallık Kenisi'nin reisi, Medeniyet Merkezi'ninki Çileni, Rahim, akımız kep turuptu. Assalamu alaikum. Jirak yakında kelgen uruk tuqqanlar, qo'm qarindoshlar, akıla, aytlar, singillar, inilar. Qahramon qizimiz Nazgul Münkürü'ge xush kelibsizlar. Bugungi sizlarning Önkürgü ziyafat qilib kelganinglarga ming bir rahmat. Nazgul qizimiz shu Manjur bilan jang qilgan qahramon qizimizning biri edi. Bu Önkürning oldilari sapli qo'mishlik bo'lgan ekan, hech kim ko'rmaydi ekan. Shu Gulmat boboy tomoq to'shib mishada panolatgan necha vaqt. Mo'taq sayohat kelib ketganinglarga hammalarga rahmat. Kazgo'nun 4-kurs studenti Muş Nazgul manam to'g'riliq men bir ishga so'z qilsam deb o'tdi. Nazgulniki tarixi u birla o'zniki 6 oy qechib жүрген bilan dunyoga to'nilgan emas. Nazgulning tarixi 1800-yilning boshida 1800-yilda Nazgul Avtulla nomli komendantning ailasi dunyoga kelgan. Nazgulning akasi bo'lgan, uning ismi Abdulla. Nazgul ko'pincha vaqtlarda u qo'shiq yezib va o'ta bilimli qiz bo'lgan. Buni rasiyda u Cho'lpon edi. Nazgul degan u xalq degan nam danq deb aytsam bo'ldi. 1825-yili Sarmsaqa xo'janing balasi, uning ismi Jahongir xo'ja, yeng qo'zg'olon boshlaydi. Boshda uningga bir tarafdan qirg'iz askarlari, bir tarafdan bo'lsa ingliz askarlari yordam berdi. Shundaqa bu 200 ga yaqin zambirak va 2000 ga yaqin odam yig'ib qaytirib G'arbiy Turkistondan Sharqiy Turkistonga qarab mandi. Sharqiy Turkistonda bu Jahongir xo'janing kaynidan 200 mingga yaqin mushu ham millatlar, Uyg'urlarmi, O'zbeklarmi, Tojiklarmi hamsi qo'shilib Manjur askarlarga qarshi chiqdi. Biroq Manjur Tsin imperiyasiniki 300 minglik otryad aytildi Pekindan. Va 1825-yili, 26-yillarda Qashqarda qirilish bo'ldi Uyg'urlarniki va shu vaqtda Jahongir xo'ja yengildi. Yengilgan paytda qarsa ham Xitoy askarlari bir yosh, bir 18-19 yoshlik bir balni qo'qimiz deydi-ku. Ham Xitoy askarlarini ko'zni qayib qolgan.
Hep şu bir soğuş çıkarsa beşideki baş kiyimini kılıçla ivetkendikin hep çiç döküldü. Ve bular hemsi bu kız gelip bunu endi ötürüşke bolmaydı. Hem kız ayal ballarını iritarep koğlaş gerek. Bırak Nazgul yaman çıkarıp şunçak oruq ve çakan kız bolgan üçün onu sitretiş yoki çoğarak bir Xitoy manchurlarga bersak bizga unvonni ko'tarib berdi yoki aqshlab berish mumkin deb qalmoq Xitoy manchurlari ular Nazgulni birinchi qatim Shisan degan odamga sitdilar. U odam istagandan keyin Nazgul qech ketdi. 12 kundan keyin qo'mishlardan Nazgulni manchurlar qo'lga olib yetib yana bir qatim Xitoyga o'tdi. U yerda Solan nomli Xitoy manchuri Nazgulni sita olmaganda Nazgul ishada Xitoylarni o'ldirib yana bir qatim qochdi. Yilini bo'ylab 6 ay әтігенлерді ұнтысамаш үшін қомшықлар ұқлайды, қараңғыларды маңды. Қараңғылар бұны көй майданға. Елені бақылап, мұштақ кәтмен есі беріп, кәтмен есінің түйін беріп, онда кейін мұшы бақ кәтмен келді. Бақ кәтмен кәгенде майда ақым сеткетті еді гүлмет болай мишақ әкеліп, Назгүмға әр күні тамақлан әкелді. Бә қол ясымларыны Назгүм өзі әр кәтмен есіп, даңқын мұштақ шыққан. Баяққа соланның әскерлері келді, ұяққа өздері кіремеген. Шының үшін олар Muş öngür taraf qartib, hem qo'mishlan chiqib o't qo'ydi. O'tin issidan Nazgul yoqqa ketib chiqqandan keyin chiqqan yerda Nazgul tutib, hep yetishdan orada bu qatim o'sha jazolash kerak deydi va shu vaqtda 1830-yili Nazgulni ham Uyg'ur va boshqa xalqlar orasida jazolaydi. Rahmat. Rahmat. Burumda halkımның nağma navası Dilimde var, kanımda var Uygurumның tügmez nakşa sadası Nede bulay, kimge küley Hiç kimde yok üzülmez dolan meşribi Senin üçün kurban bulay Güzel halkım Uygurum söylemem seni. Memallah, mana bugün biz ahırkı günü Nazgul önkürge kelip, körüp, aşağı tonuşup, mana meslek kep oturdunuz. Almutu şehirlik medeniyet merkezinin yardımı bilen bizning Avojov nahiyalik medeniyet merkezi muşunu uyushtirib atdı. Bu bir emas, ikkinchi qitim bu atdı. Burun hech qachonda bo'lmagan, mana men bu atdı, men o'ylaymanki, bundan keyin boshqalar shunday qildi. Üzerler köydüler, kançılık çıktığın için təsirat aldınlar. Kançılık bilmegeni bildinler. Anılmaganı anıldınlar. Köymegeni köydünler. Mene çoğsa, muşu bizden kılan işimiz hiç kaçan yerde kalmaydı deyip, başkalarım şularını kıldı deyip, ballarınlarga, nevrlerinlarga, yani başkalarga yetişinlerini biz sorgan bunlar idi. 30 baldan 24 ата-аналар bilen mana şundaq 2 yıl burun kelip edik. Şundaq andan şu vaqtımızda andan təsiratlarımız qalğan. 2 yılın içinde şundaq bunu için texim undan yasap, heyvetlik qılıp, mənzərləri şundaq çıraylık bulup, hesap yana kayın kep durğan şundaq bir oldu. O'za жылы mesela kelgan tut, biroq bunda o'tmagan buda qatam alaka sizniki organizatorskiy sposobnosti deganda universitet o'tibday. Şunda nəhayət güclük bo'lib herlerde bizni mehmon deb qarshi olganlarga ko'p rahmat aytishimizga, herlerimizga shunda chiroyli bizni qarshi oldi. Men Toshkentda turmanda, Toshkentning ayollar bormas degan bir kichkina vaqt kuni bo'lmay qoldi. Hammasi shu o'ylaydi, shu nimani ko'rsak. Nazımın tarixlarni nazı bir hammasi surat tushadi. Itqirma. Qiziqtirma ularni. Ballarını biz ilib kasib. Biz tushunsin. Biz kichkina o'zimizni tarixini anglab, o'zimizning miltimizning qanday ulug'ligini bilamiz. Biz 2 kun bo'ldi shunchalik chiroyli damiyavatimiz. Aytganda Nazımın önkürüge keldik. Her bir şairlerimizin yerleri berip Kur'anlarını okuduk. Şunçalik xursand, xoşal bolup, mesela damiyavatqanımga
çoğun rahmetimle aytaman. Mustaqillikni men bunu bilmegen. Mana 80 yaş kirib birinci qitim ko'ryapman. Shunchalik mana xush olib qoldim men. Qaytadan tug'ilgandek bo'lib qoldim. Shundan xirazib ketdim men endi. O'lib ketsam armonim yo'q. Ölmän uzak yaşa. Яқтымы мешеле? Мешек келгеннің әң қызық сіләгі нем яқты? Назгүмнің өңкері. Назгүм мүмкірі? Әміс яқты ма? Да. Yig'tirgan dunyosini to'yga deb kutib o'tar mehmon keldi uyga deb desa agar ishonmasdan bu qonda bilib Uyg'ur degan shunda Uyg'urlarning qo'li oltin ko'ngli gul biroqsan ular turgan dashti cho'l meşrepsiz o yürmeydi. Sen gülmesen o eğilip külmeydi. Naksısatsız meşrepsiz o yürmeydi. Sen gülmesen o eğilip külmeydi. Sen ne gilsen olsun neydi sen için. Sensiz anger o ölüydü sen için. Yaxşılıqqa yaralgan bilim ilmi jahonga taralgan Uyghur degan yaxşılıqqa yaralgan bilim ilmi jahonga taralgan hayron bo'lib desam agar bu qanday ma'rifatlik Uyghur degan qo'shunda hayron bo'lib desam agar bu qanday